qancha qarshilikka duch kelsa, shunchalik o'sha qarshilikni yorib chiqishga harakat qilar ekan. Agar imkoniyat berilsa, bemalol bo'lib qolar ekanda. Menga qarshiliklar bo'lgan. Birinchi qarshilik yaqinlarimizdan bo'ladi. Menda ham bo'lgan bu narsa. U tabiiy holat deb hisoblayman. Chunki bizni yaqinlarimiz bizni himoya qilish pozitsiyasida yashashadi. Bizani ular qandaydir yomon insonlarga qo'shilib qolishimiz, yomon bir ishni boshlab qo'yishimizdan ehtiyot qilish uchun qarshilik bildirishadi. Ko'p holatlarda shunaqa qarshilikni negativga olib, uyimizdagilar qarshi deb yomon ko'rishni boshlaymiz-da. Aslida yomon ko'rish kerak emas, ularni to'g'ri tushunish kerak. Turmush o'rtog'imiz yo'q deyaptimi? Ular bizni yomon ko'rgani uchun yo'q deyotgan bo'lmaydi. U inson qandaydir o'sha aytganimdek yomon insonlarga qo'shilib qolib, bir nimadir boshlab kelmasligimiz uchun, yomon narsani hayotimizda bo'lmasligi uchun qarshi bo'layotgan bo'ladilar-da. Va biz mana shu natijaga chiqish uchun astoydil harakat qilib, kuch topib, o'z ustimizda ishlab, natijaga chiqsak, o'sha qarshi bo'layotgan insonlarda himoya qilishga hojati yo'qligini tushunib yetishadi. Sekin-sekinlik bilan eplayapti-yu deb bizni o'z holimizga qo'yishni boshlashadi.